Mardon aka qani? Qachon? Mardon aka, turing, nima qilib yotibsiz? Dilfuza, uyquni ham qiziq joyda belga tepdingiz. Reklama qilishimiz kerak bo'lgan divan ustiga yotib olibsiz, turing o'rningizda. Bu yumshoqligidan uyqum kelyapti. Dilfuza, ozgina uxlang. Turing, Mardon aka, reklamani qilishimiz kerak. Bo'pti, ketdik. Biz Farg'onadagi yumshoq mebellar chiqaradigan eng katta Aydiko fabrikasidamiz. Aydiko fabrikasida hayit bayrami munosabati bilan barcha mahsulotlarga 20% skidka bo'lyapti ekan. Bu yerda 60 xildan ziyod yumshoq mebellari bor ekan. Bundan tashqari sizni didingiz va xonadoningizga moslab ham mebellar yasab berishar ekan. Ko'rilgan materiallarning ham yuzlab turlari bor. Mebellar uchun mahsulotlarni Rossiya, Turkiya, Xitoydan keltiriladi ekan. Mebelni mana bu qismlari qo'l mehnatida tayyorlangan bo'lib, tepa qismi chinordan, pastki qismi yong'oqdan tayyorlangan ekan. Mana bu katta uголовni narxi aksiyada 6 milliondan ekan. Buni ham narxi 6 million ekan, bitta o'q bilan 3 ta quyon urasizlar. Masalan, ham uголовок, ham divan, ham sondiq ishlatsangiz ham bo'ladi. Spanellarning mexanizmlari 100% Rossiyadan keltirilgan ekan. Qaranglar. Bu yerda xohlasangiz 1 kishilik, xohlasangiz 2 kishilik spalni mebellari bor ekan. Oshxona uchun uголовокlar narxi 2 milliondan 2 million 200 ming so'mgacha ekan. Manzil Farg'onadan Quvasoyga ketaverishda Pakkanada Vodiy ot kompleksining ro'parasida. Murojaat uchun quyidagi raqamlarga bog'laning.